Endi hozir muhtaram prezident topshirig'iga asosan tumandagi 48 ta maktab, 48 ta bog'cha, 3 ta o'rta ta'lim muassasalariga faol nuroniyni biriktirganmiz. Har 7, 8, 9, 10, 11 sinflarga bitta sinfga bittadan faol nuroniylar biriktirilgan. Ularning vazifasi nima? Vazifasi shundan iboratki, avvalambor jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikni oldini olish, bularni ta'limga yo'naltirish, bilim olsa qay darajaga boradi? Misollar bilan. Masalan, Zulfiya mukofotini olganlar bor, boksda qatnashayotganlar bor, shaxmat o'ynab musobaqada g'olib chiqqanlar bor. Shularning misol tariqasida hozir maktabga kirib, yig'ilishini o'tkazib bormoqdamiz. Rahmat. Xudo xolisa tez orada o'z natijasini beradi. Ana meni sizga savol. Kelajakda kim bo'lmoqchi? O'qitdi, nima uchun? O'qituvchi qanday? O'zingga o'xshab o'qitdi. Qaysi fandan?